Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Musofirdagi yurtdoshlar diqqatiga. Registratsiya, трудовой договор, продление документа, рассрочка hujjatlarini qilish kerak bo'lsa, unda aynan bizning 6 yillik tajribaga ega o'z vatandoshlari uchun eng halol va ishonchli xizmatlar endi aynan siz uchun. Yuqoridagi xizmatlar sizga kerak bo'lsa, hoziroq bizning quyidagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Diqqat, tezkor xabar. Migrantlar Rossiyadan qochmoqda. Assalomu alaykum qadrli mehmonlar, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasiya tugmalarini bosib qo'ying. Sankt-Peterburgda migrantlar soni 60% ga kamaydi. Sankt-Peterburgda ro'yxatga olingan migrantlar soni 2024-yilda sezilarli darajada avvalgi yilgi ko'rsatkichlarga nisbatan 60% ga kamaygan. Bu haqda shaharning vitse-gubernatori Igor Potopenko ma'lum qildi. Potopenkoning so'zlariga ko'ra, hozirda shahar hududida taxminan 210 ming migrant yashamoqda. Ulardan taxminan 21 ming nafari bolalar, ularning 6 ming nafari bog'chalarga boradi. 15 ming nafari esa maktablarda ta'lim oladi. Vitse-gubernator migrantlar sonining kamayishini huquq-tartibot organlarining nazorat kuchayishi bilan bog'ladi. 2024-yilda Sankt-Peterburgda huquqbuzarliklar qilgan chet el fuqarolari uchun Rossiyaga kirish taqiqlangan 13 mingdan ortiq qaror qabul qilindi. Men umumiy sonning 60% ga kamayganligini aytdim, lekin patent to'lovlari 6 milliarddan 9 milliard rublgacha o'sdi, dedi Potopenko. Rossiyada migrantlar uchun bekor qilindi. Rossiyada migrant taksistlar amaliy imtihon topshirishlari shart bo'lmaydi. Davlat dumasi taksida ishlashni xohlovchi migrantlar uchun amaliy imtihon topshirishni nazarda tutgan qonun loyihasini birinchi o'qishdayoq qaytardi va qabul qilinmay rad etildi. Taklif loyihasida amaldagi qonunchilikka ko'ra yo'lovchi tashish sohasidagi ishlamoqchi bo'lgan migrantlar uchun faqat nazariy imtihon topshirish majburiyati borligi, mashina haydash malakasi tekshiruvchi amaliy imtihon esa yo'qligi ta'kidlangan edi. Taklifga ko'ra, Rossiyada B kategoriyasi bo'yicha haydovchilik guvohnomasini olib bo'lgan va taksida ishlayotgan muhojirlarni 2024-yil 1-iyunga qadar amaliy imtihon topshirishga majbur qilish ko'zda tutilgan edi. Afsuski, partiya ushbu tashabbusni qabul qilishi uchun harakatda davom etishini ma'lum qildi. LDPR rahbarining iddaolariga ko'ra, o'tgan yil davomida migrant haydovchilar aybi bilan sodir bo'lgan va o'lim bilan tugagan avtohalokatlar soni 24% ga oshgan. Patent bekor qilindimi? Putinning farmoni nima haqida? Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasiya tugmalarini bosib qo'ying. Ovda Vladimir Putin muhojirlarga Rossiyada patentsiz ishlashga ruxsat bergan haqida xabarlar paydo bo'ldi. Biroq bu qaror faqat yangi hududlarga tegishli. 2025-yil 20-martda Putin 159-sonli farmonni imzoladi. Unga ko'ra, Donetsk va Lugansk xalq respublikalari hamda Zaporojye va Xerson viloyatlarida chet elliklar patentsiz ishlashni davom ettirishi mumkin. Bu tartib 2023-yil apreldan amal qilgan va endi 2025-yil oxirigacha uzaytirildi. Bu hududlarda ishlash uchun muhojirlar barmoq izlarini topshirishlari, biometrik ma'lumotlarni taqdim etishi va tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak bo'ladi. Kimlarga tegishli? Yangi hududlarda ishlaydigan chet elliklarga, jumladan ukrainaliklarga. Rossiyaning boshqa shahardagi muhojirlarga bu o'zgarishlar tegishli emas. Shuningdek, farmon ukrainaliklar uchun avval amalda bo'lgan imtiyozlarni bekor qiladi. Huquqiy maqomi tartibga solinmagan ukrainaliklar 2025-yil 10-sentyabrgacha Rossiya Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilib, migratsiya hujjatlarini rasmiylashtirishlari kerak. 2025-yil 20-martgacha yangi hududlarga kelganlar 2025-yil 10-iyungacha tibbiy ko'rikdan o'tishi shart. Xulosa qilib aytganda, Rossiyaning boshqa hududlarida patent tizimiga hech qanday o'zgartirish kiritilmadi. Bu farmon faqat Donbass va Rossiya tasarrufiga o'tgan Ukrainaning janubiy viloyatlariga tegishli. Davlat dumasi taksichi migrantlar uchun imtihon to'g'risidagi qonun loyihasini rad etdi. Davlat dumasi taksichi migrantlar uchun imtihon to'g'risidagi qonun loyihasini rad etdi. Liberal Demokratik partiyasi taksichi migrantlarga nafaqat nazariy, balki amaliy imtihonni topshirish majburiyatini yuklash taklif qilganda.
Rossiyaning B toifadagi haydovchilik guvohnomasini olgan va taksida ishlayotganlarga 2025-yil 1-iyungacha amaliy imtihon topshirish majburiyatini yuklash taklif qilingandi. Rossiyada migrantlarni nazorat qilish uchun sun'iy intellektdan foydalanishni taklif qilishmoqda. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalaridan bosib qo'ying. Bu taklif bilan Yangi insonlar partiyasi yetakchisi Aleksey Nachayevdan chiqdi. Yana bir katta mavzu – Migrant ID. Rossiya fuqarolari boshdan oyoq raqamlashtirilgan paytda migrantlar qog'oz hujjatlar bilan bemalol yashab yurgani adolatdan emas. Biz sun'iy intellektni nazoratdan yangi vositachi qilishni taklif qilyapmiz. Arxangelsk viloyatida 5000 rublga patent sotib olib, Moskvaga kelmasliklari uchun, dedi u. Nechayevning tushuntirishicha, agar migrant hujjati bo'yicha Arxangelskda yashasa, u ishlasa, aslida esa u har kuni Moskvadagi kvartirasiga qaytsa, buni kameralar qayd etadi. Shunda migrantga nisbatan savol tug'ilishi mumkin. O'zbekistonning xalqaro aeroportlaridan biri qayta tiklanmoqda. Andijon aeroporti 20-martda muntazam yo'lovchi qatnovlarini qabul qilishni boshlaydi. Birinchi reys Toshkent-Andijon-Toshkent yo'nalishi bo'yicha amalga oshiriladi. 18-mart kuni Silk Avia US-601, US-602 reyslari uchun aviachiptalar sotuvi boshlandi. Parvozlar Atir 72-600 samolyotlarda seshanba va payshanba kunlari quyidagi jadvalga muvofiq amalga oshiriladi. Toshkentdan jo'nab ketish 11:20, Toshkentga yetib kelish 12:20, Andijondan jo'nab ketish 13:00, Toshkentga yetib kelish 14:00. Kelgusida Andijon xalqaro aeroporti reyslarini qayta yo'lga qo'yish ham rejalashtirilgan. Andijon aeroporti rekonstruksiyaning birinchi bosqichi yakunlandi. Uning doirasida aerodrom majmuasining sanoqli qismi, jumladan uzunligi 3300 metr va kengligi 60 metr bo'lgan 4E toifali uchish-qo'nish yo'lagi, yurish yo'lagi va 3 ta samolyotlar to'xtash joyi bo'lgan hayron qurilishi yakunlandi. Terminal binosi esa hozirgi holatida qolmoqda. Terminal qismidagi ishlar rekonstruksiyaning birinchi bosqichida amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Uralskiy havo yo'llari aviakompaniyasi O'zbekistonga yangi yo'nalishlardan muntazam parvozlarni yo'lga qo'yadi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. O'zaviatsiya agentligi Rossiya aviakompaniyasiga quyidagi yangi yo'nalishlarda parvozlarni amalga oshirish uchun ruxsatnoma berdi. Sochi-Samarqand, Sochi, Sochi-Namangan, Sochi, Krasnoyarsk, Samarqand, Krasnoyarsk.